Assalomu alaykum China Motors muxlislari. Hammaga yangi yil bilan tabriklayman. 2026-yil hammamizga sihat, salomatlik, tinchlik, totuvlik, shu bilan birga boylik va taxt olib kelsin. Xo'p, endi bugungi obzor emas, umuman tanishtiruv desak ham bo'ladi. O'sha obzor qilish hojati yo'q. Hozirgi paytda sensatsiya darajasida ayta olaman. Jack X200'larimizni hamma kuzovlar yetib keldi. Bu qaysi deyishimiz, birinchisi turgani Bartavoy. Hamma biladigan 3 o'nga 1.70 35 balandlikda va bunisi eng katta yangiligimiz shuki, bu uje bortsiz, hamma shassi so'ragandi. Shassilikni ham olib keldik. Bu nima uchun qilganda ko'pchilik aytardiki, menga bort to'g'ri kelmaydi, meni yukim yengil, lekin gabarit katta deb shunaqa iltimos qilinardi. Ko'pchilik aytardiki, yo'q, menga xolodilnik kerak deb aytardim. Xolodilnik uchun qilmoqchiman, menga faqat shassi kerak deganda haqiqatan ham olib keldigini ko'rsatib beramiz. Uchinchisi Promtovarni sendvich paneldan qilingan. Bu endi mahsulot tashuvchilar uchun, distributorlar uchun uni obzorda aytib o'tganmiz. To'rtinchisi tentovka. Tentovkamiz ham turibdi. Balandligi adashmasam agar 2 o'nmi shunaqa, uzunligi 3 o'n. Juda zo'r. Hozir tanishtirmoqchi bo'lganim birinchi ana shu shassini tanishtirib beraman, chunki yaqinda keldi. Turganimiz ustida turganim bu shassi. Buni nimasi yaxshi? Ana qo'sh balonni aniq tiniq ko'rinadi. Qanday joylashganligi, qayerda nima turganligini hammasini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni option oladigan bo'lsak, adashmasam buni tanaji o'zi 3 tonna. Agar razmerga keladigan bo'lsak, bu где-то 3 metrlik bortni o'zi. Siz bunga qo'shimcha ravishda agar bizdan xarid qilib olib, qayta jihozlash bilan, siz misol uchun 3 o'n sizga ma'qul kelmasa, 4 metr yo 4,5 metr qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol qila olasiz. Bu nima uchun aytyapmiz? Misol uchun kimlar qurilish bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ular Penaplex misol uchun, bazalt, arbalit, nima deydi, yengil narsalarni to'shiydi, lekin u hajm jihatdan katta. Bularga bunaqangi kuzov to'g'ri kelmaganligi uchun mana shuni olib o'zlari samostoятельно bort qilishlari mumkin. Bu zo'r, qulay bir tanlov desak ham bo'ladi. Moshinlarimizni motorlari 2 atmosferni, korobkasi mana bu yerda, kardan, zadniy most, garantiya qismlarga kiradigan narsani aytib o'taman. Mana bu zadniy most garantiyada turadi. Mana bu korobkamiz garantiyada turadi va pastda dvigatel bo'ladi, shu ham garantiyada turadi. 3 yil yoki 100 ming probegda. Salon ichi hech qanday o'zgarish yo'q. Yana bitta narsa aytib o'tishimiz kerak. Bizga telefon bo'lgan paytda ko'pchilik so'rayotgani, bunda konditsioner bormi? Ha, azizlar, bunda konditsioner bor. Bularni standart bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, Euro 6 standartiga javob beradigan mashinalar. Bunda olib haydalanadigan bo'lsangiz, ekologiyaga hech qanaqangi zararli tutun zarar bermaydi. Shu bilan birga, agar mobodo siz o'zingiz bilasiz yo'lda ekologiya xodimlari to'xtatadigan bo'lsa, sizga hech qanaqangi bir chora ko'rilmaydi. Ham yangi mashina, ham garantiya bor, ham Euro 6, ekologiyaga siz o'z hissangizni qo'shyapsiz. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, 3 v одном deydimi, 5 v одном deydimi, shunaqangi hamma qulayliklar bir vaqtning o'zida. Mashinamizni ichidan konditsioneri bor, shu bilan birga pechka ham bor. Endi kruz kontrol barda bo'lmaydi va klimat kontrol ham bo'lmaydi. Rasxodga to'xtaladigan bo'lsak, 2 atmosferni bo'lganligi uchun buni rasxodi 100 kilometrga 11 litr ko'rsatilgan. Kitobda ochiq aytadi 10 litr degan, lekin 10 litrdan ko'paydi, 11 litr rasxod qiladi. Xo'p, yana eng qizig'i, oldinda 3 kishi ketadi, esingizdan chiqmasin. Ko'p savol bo'lyapti-da. Shofirdan tashqari nechta kishi oladi degan paytda, shofirdan tashqari kechirasizlar. Shofirdan tashqari yana 2 ta passajirga joy ajratilgan. U hujjatda ham ko'rsatilgan, sizga hech qanaqangi shtraf yoki jarimalar kelmaydi. Xo'p, eng asosiysi aytish esimdan chiqibdi. Bular hozirgi paytda shu oyning oxirigacha skitkada turibdi. Skitkamiz, davay men sizlarga aniq konkretni ko'rsataman. Ana shu raqam 100% ishonchli. Shassini narxi, eski narxi 241 million 160 ming bo'lgan. Hozirgi yangi narxi 227 million 360. Bu 16 million 800 ga arzon bo'ladi degani. Bartavoy 248 million 640 bo'lgan, 231 million 840 ga o'tdi.
Prom tovarni 275 520, 258 720 ga o'tdi. Tentovka 255 million 360 dan 238 million 560 mingga narxi o'zgardi. Bu shu oyni oxirigacha. Agar narxga urib ko'radigan bo'lsak, 16 million 800 ga arzonlashgan. Siz aytishingiz mumkin, menda 100% pulim yo'q, men nima qilsam bo'ladi deyishingiz mumkin. Buni ham yechimi bor, muammo yo'q. Boshlang'ich to'lov bilan kelasiz, biz sizga yangi narx, arzonlashgan narx bilan shartnoma beramiz. Shuni 2 yillik kredit qilib oladigan bo'lsangiz, shu skidkaga tushgan narxni 2 yilda to'lab berasiz. Siz ya'ni eski narxda olasiz, hech qanday ustiga qo'shimcha to'lovlarsiz. Ham bu yerda mo'shinlik bo'lib qolasiz, ham bu yerda narxi o'zgarmagan holda sotib olgan bo'lasiz. Bu sizning foydangiz. Yana bir bor aytib o'tib ketaman. Bizda hozir nalichda bor Bartavoy, Jax 200 Bartavoy, Jack X200 shassi, Jack X200 prom tovarni va Jack X200 tentovka hammasidan bor va bu aksiyada turibdi. Aniqroq aytadigan 16 million 800 lik skidka narxida turibdi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar bor, telefon qiling. 365 kun, 7 kun, 24 soat ishlaymiz. Eng asosiysi azizlar, like bosing. Negativni farqi yo'q. Kommentarda yozib qoldiring. Biz hammasini o'qiymiz. Negativ yozgan bo'lsangiz, xursand bo'lib kulamiz, o'zimiz kulamiz. Yaxshi fikr bildirgan bo'lsangiz, duo qilamiz. Bizni ham duo qiling. Hammaga omad, ishlaringizga barakotlarni tilaymiz. China Motorsda qoling. China Motors siz bilan birga.